Nima uchun odamlarda saraton kasalligi aniqlanadi, ya'ni saraton kasalligi chalinadi? Ayni paytda tanangizda 6000 tadan ortiq saraton hujayralari paydo bo'ladi. Super qahramonlar, ya'ni immunitetimiz ularni o'ldiradi. Saraton bu himoyachilar buzilganda boshlanadi. Tasodifiy mutatsiyalar. 20% turmush tarzi, chekish, spirtli ichimliklar, quyosh kiradi. Agar onangiz 50 yoshdan oldin ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan bo'lsa, xavf 3 barobar yuqori degani. Saraton kasalligining turli sabablari bor. Bunga turmush tarzi, ovqatlanish, yomon odatlar kiradi. Chekish, spirtli ichimliklar aytganimizdek bular ham kirib ketadi. Ammo biz genetik moyillikni ham kuzatamiz. Bugungi kunda biz genetik sabablarga ko'ra saraton kasalliklarining taxminan 10-20% ni hisoblaymiz. U avloddan avlodga o'tadi. To'g'ridan to'g'ri bog'langan genlar mavjud. Ushbu genlar va gen mutatsiyalarining ko'pchiligi allaqachon o'rganilgan. Masalan, Anjelina Jolining hikoyasini hamma biladi va bu yerda saraton kasalligining rivojlanish ehtimoli yuqori. Anjelina Jolining onasi ko'krak bezi saratonidan vafot etgan. Aktrisa tekshirilganda unda ham moyillik aniqlangan. Shunda Anjelina Joli ko'kragini oldirib implant qo'ydirgan. Har qanday holatda onkolog bemorni ko'rik qilganda va bemorni tekshiruvdan o'tkazganda onkologning bemorga so'ragan birinchi savollardan biri har doim oilada onkologik kasalliklar bilan kasallangan bemor borligi va xavfni hisobga olishi zarurdir. Sizda va sizning yaqinlaringizda onkologiya bo'yicha savollar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.